2. bob. Sizlar burun Xudoga itoatsizlik qilib, gunoh ishida yashaganliginglar sababidan ruhiy jihatda o'lib edinglar. U chaqlarda sizlar bu dunyoning yomon yo'llarida mangan edinglar. Yomon ruhlarning hukmroni bo'lgan hamda kishilarni Xudoga itoatsizlik qilishga ozurdigan shaytonga bo'ysunib yashadinglar. Burun hammamiz ham shundoq yashagan edik. Öz gunohkor tabiatimizning orzu havasiga berilib, shaxsiyatchilikka to'lgan o'y xiyollarimiz bo'yicha yashatdik. Shunga bizmi Xudoning jazosiga uchrashga loyiq edik. Lekin intoyim rahim shafqatli bo'lgan Xudo bizni shu qadar so'ygashga, garchi biz gunohlarimiz tufaylidan ruhiy jihatda o'lgan bo'lsaqmi, Xudo bizni Ayso Masihga bog'lagan holda yangi hayotga erishtirdi. Esinglarda bo'lsin-ki, sizlar faqat uning mehr shafqati orqali qutqizildinglar. Biz Ayso Masihga bog'langanligimiz uchun Xudo bizni uning bilan birlashtirib, bizga arshdagi taxtda uning bilan birga o'ltirish huquqini berdi. Xudoning bunda qilishdagi maqsadi shuki, Xudo o'zi Ayso Masih orqali bizga ato qilgan mehr shafqatning tangdoshsiz ekanligini abadil abad ko'rsatishdir. Sizlar Ayso Masihga e'tiqod qilib, Xudoning mehr shafqati orqali qutqizildinglar. Bu sizlarning ajringlardan kelgan emas, balki Xudodan kelgan iltifotdir. Sizlar hargizmi yaxshi amallar bilan qutqizilmadinglar. Shunga sizlarning maqtanishga haqqinglar yo'q. Chunki biz hammamiz Xudoning ijodiyati bo'lib, Xudo burunli tayyorlagan yaxshi amallarni qilishimiz uchun Ayso Masih orqali yangidan yaratildik. Esinglarda bo'lsin-ki, tug'ilishinglardan Yahudi emaslar, o'z xatnisini faxrlanadigan Yahudilar tarafidan xatnisizlar deb kamsitildinglar. Vaholanki, ularning xatnisi faqat jismoniy jihatdagi xatnidir. U chaqlarda sizlar Ayso Masihga mansub emas edinglar. Shundaqla Xudoning xalqi bo'lgan Isroillar qatorida-mu emas edinglar. Xudo o'z xalqiga va'da qilgan ahdining sirtida turatdinglar hamda Xudoni tanimay umidsiz yashatdinglar. Sizlar shu chaqlarda Xudodan yiroq bo'lsanglarmi, lekin hozir Ayso Masihga mansub bo'lganlar uchun Ayso Masihning qurbonlik qini bilan Xudoga yaqinlashtirildinglar. Ayso Masih biz Yahudilar bilan sizlar Yahudi emaslarni inoqlashtirishning manbasi. U bizlarni birlashtirib, bir-birimizni ayirib etgan dushmanlik to'siqni buzib tashladi. Ayso Masih o'zining tenini qurbon qilish orqali Yahudi emaslarni chatga qoqadigan Tavrat qonuni va uning amr farmonlarini kuchidan qoldirdi. Buningdan maqsad Yahudilar va Yahudi emaslarni o'ziga mansub bo'lgan yangi inson qilib chiqish va ularni inoqlashtirishdir. U krestga mixlanib, qurbon bo'lish orqali bir tan qilib birlashtirilgan ikki taraf orasidagi dushmanlikni yo'qotib, ularni Xudo bilan yarashtirdi. Ayso Masih Xudodan yiroq bo'lgan sizlar bilan Xudoga yaqin bo'lgan biz Yahudilarga inoqlik to'g'risidagi xushxabarni elib keldi. Demak, Ayso Masihning vositasi bilan hammaylan qalbimizdagi o'xshash bir muqaddas ruhga toyinib, Xudo otimizning oldiga bora olamiz. Shuning uchun sizlar Yahudi emaslar, endi yot
va yoq yurtliqlardan emas, balki Xudoning muqaddas xalqi bilan birga Xudo podshohligining ahllaridan, shundaqla Xudo oilasining a'zolaridan bo'ldinglar. Hammamiz Xudo silinayotgan bino bo'lib, elchilar bilan payg'ambarlar bu binoning asosi. Ayso Masih bo'lsa, uning ul teshidir. Ayso Masih orqali biz Rabbimizga beg'ishlangan muqaddas ibodatxona bo'lish uchun birlashtirilib o'smoqdimiz. Ayso Masih orqali sizlar Yahudi emaslarmi? Biz Yahudi itqochlar bilan birlikda Xudo o'z ruhi orqali turadigan ibodatxona qilib selinyapsizlar.